patinkalar chachilib yotibdimi do'stlar? Endi bularning yetimi bor do'stlar. Shunday tiqib turib eshigini yopib qo'ysangiz, 3 etajli ko'rinmaydigandan hamma yo'g'i tegishtirib turadigan optim birinchi qo'l patinka bazasiga kelganmiz do'stlar. 80 ga balandligi 1.30 sm, 3 etajli, ichlari ham polkali bo'ladi. Tepalarida esa kalit asossiz g'aladonlari bo'ladi do'stlar. O'zi yopadiganda vakuum krashimni endekda bo'ladi do'stlar. Rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga umuman ta'sir qilmaydi do'stlar. Undan tashqari esa sal kichikroq bo'lsin deydiganlarga 70 likka bo'lsa, buni 1.30 sm shu turishi 700 ming so'm. Bular hammasi nima deyapti? 800 ming so'mdan optim birinchi qo'l joydan bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa menga kattaroq bo'lsin deydiganlarga esa bu katta yonboshlari ham esa polni polkali, ichlari ham esa bunaqangi 2 etajdan polka bo'ladi do'stlar. Tortmalar ham esa o'zi yopadigan vakuum bo'ladi. Bunisini 100 dollarga qilib beramiz do'stlar. Endi nima deyapti? Yerda chachilayotgandan ko'ra bitta onaxon opaxonlarga olib bering. Siz esa hojatga duo qilib ishlatadigandan zo'ridan bo'ladi do'stlar. Narxlar yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'ysizlar. Video tagida nomerlar va bemalol aloqaga chiqib qolsa, dastlabki ustunovkalar Andijon viloyati bo'ylab qilib beramiz deyapti. 12 ta viloyat kelsa kelishilgan holatda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib oladi.